Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsizlar. Biza Currencies Flow degan dastur chiqardik. Aynan Apple platformasi uchun ishlab chiqqan edik. Biza bu narsani 18-noyabr kuni ishlab chiqqan edik sizlar bilan. 19-noyabr kuni App Store bizga tekshirib berganda hammasi to'liq to'ldirilganligi, to'g'ri to'ldirilganligi, barcha ma'lumotlari borligini hisobidan App Store bizani dasturimizni qabul qilib, approve qilib bergan, ya'ni ready for distribution degan status bergan. Hech qanaqa reject, hech qanaqa attachment so'rashmagan. Information biza berganmiz hamma joylarida. Mana programmamiz nima ish qilishi, subtitlelari qanaqa, finans bo'limida, biznes bo'limida kategoriyalari bor. Bundle IDlari to'liq berilgan, operating berilgan, 173 ta davlat ichida publish bo'lgan bu proyekt. Endi 173 ta davlat ichida bo'lib turgan odamlar buni bemalol App Store ga kirib, iPad dan, iPhone telefonidan kirsa, yuklab olib bemalol ishlatsa bo'ladi. Xo'p, mana versiyamiz chiqqani, tasdiqdan o'tganligi haqida kichkina submission message'imiz bor. Bu joyda version history degan bo'limi bor, ya'ni biza nima qilganmiz. Birato'la hammasini tushuntirib ketaman. Birinchi biza qilganimiz programmani publish qilishdan oldin hamma holatlarini tekshirib chiqib, programma moshni ishlashini o'zimiz aniq bilib olganimizdan keyin test flightga chiqardik. Test flightni buni bilsanglar kerak. Test flightga ham chiqarganimizda ikkita usul bilan chiqardik. Birinchisi internal testing, ikkinchisi external testing. Internal testda shunchaki o'zingizni userlaringiz ichidan bittasini olib, tanlab, misol testerlarni ichiga qo'shsangiz, ular qabul qilishi bosadi. Qabul qilishi bosgandan keyin ular test flightda paydo bo'ladi. Bu birinchi usul, ya'ni internal, ichki holatdagi test uchun. Biza keyin external test yaratdik, guruh yaratdik. U yerda external testda public link berdik. Kimki endi mana shu linkni copy qilib jo'natganimizdan keyin bizani o'zimizni test qilishimiz kerak bo'lgan odamlarni anaqasiga bersak, gruppasiga bersak linkni, o'sha link orqali kirishsa hech qanaqa muammolarsiz programmani avtomatik yuklab olish imkoniyati bo'ladi. Test flightni ol, uni yukla, randitni bosib, randomli kodlarni terib, u bosh oraliq bo'lmaydi. Shu link orqali kiriladi, shunchaki skachat qilinadi, programma test flightdan sirazi yuklanib ishlatib ketadi. Testerlarni qo'shish yana boshqacha usullari bor. Biza aynan public link orqali yo'lni tanlaganmiz. Build berganmiz va buildni App Store uchun publish qilganmiz, ya'ni external testni muvaffaqiyatli bo'lishi uchun Apple platformasidagilar tekshirib berishadi, ya'ni App Store Connect'da tekshiradigan dasturchilar ular tekshirib berishadi uni. Shundan o'tib olganimizdan keyin bo'ldi, bu yog'iga faqat build berib tekshirib ketsak bo'laveradi. Ularni kimlar qo'shilgan bo'lsa, shu berilgan link orqali ularga avtomatik notification boradi, build boradi. Buildni bemalol tekshirishsa bo'ladi. Endi kirib turib har bitta testni qo'shib yurishimiz shart emas. Bu yaxshi usul, best practice desa ham bo'ladi. Imkoniyatingizdan kelib chiqib shu narsani qilganingiz yaxshiroq. Programmamizni endi tarixini tanishtiradigan bo'lsak, ya'ni publish qilishimizda hech qanday reject olmadik biza. Birinchi nima qildik? Prepare for submission bo'ldi. Prepare for submission 19-noyabr kuni bo'ldi. 19-noyabr kuni soat 4 dan 2 minut o'tganda kechki, shu o'zimizni ertalab tongi vaqt deylik, tongi shu bomdodga yaqin bo'ldi. Keyin ready for review ga o'tgan vaqtda 4 dan 40 minut o'tganda bo'ldi. Ya'ni o'rtada 38 minutdan keyin ready for review ga o'tgan. Ready for review dan waiting for review ga o'tgan, ya'ni o'sha 1 minut o'tar o'tmas sirazi avtomatik o'tib ketgan hammasi. In review ga o'tgan. In reviewsi soat 19-noyabr kuni soat 5 dan 26 minut o'tganda Apple dasturchilaridan biri bizani programmamizni tekshirishni boshlagan. Va bu tekshirish oxiri 19-noyabr kuni soat 6 dan 11 minut o'tganda, ya'ni ertalab 6 dan 11 minut o'tganda programmamizni ready for distribution statusga o'zgartirib bergan. Ya'ni Apple platformasidan, App Store'dan barcha qonun qoidalariga mos bo'lgan holatda programmani tarqatish imkoniyatini bergan bu dasturchimiz, tekshirib bergan bu narsani. O'tgan qadamlarni qaraymiz. Deylik soat 4 da biz publish qilgan bo'lsak, 6 dan 11 minut o'tganda bizani tekshirib programmamizni
qabul qilib bergan. Ya'ni 2 soat 11 minut atrofida vaqt ketgan App Store ga programmamiz chiqqan. Bu juda ham ajoyib natija. Bu uncha-muncha anaqa dasturchini qo'lidan kelmaydi deb o'ylayman, chunki meni fikrim. Nimagaki? Chunki ya'ni bugun publish qilindi, bugun ko'rildi, bugun tekshirildi, bugun distributionga berildi. Bu ajoyib natija. Birinchi versiyani o'zi, ya'ni men sun'iy intellekt bilan kod yozib, hamma ma'lumotlarini to'ldirib, shu sun'iy intellekt menga hamma narsani yozib berdi, tekst fayllarini. Men o'zim shunchaki mana bu plastik bosilgan holatda kerakli inputlarga hammasiga sun'iy intellekt bergan narsalarni to'ldirib chiqdim. Faqat men u sun'iy intellektga kerakli promptlarni hammasini o'zim berdim. Shu bilan bu Currencies Flow uchun bag'ishlangan video darsligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda shu videoni ko'rib vibe codingga qiziqsanglar, kommentariy yozsanglar, yana bir ajoyib mavzu bo'ladigan bo'lsa, o'sha mavzu bo'yicha vibe coding qilib, yana boshqa narsa, misol yana qanaqa o'zimizning personal veb-saytimiz, landing page'imiz, boshqa narsalarni qilishimiz mumkin. Shu bilan virtual darsligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'linglar.